Türme hayatı 30 aprel. Әттеген сәрді yüz yuyish uchun suv elib kelguvchilarning chilak ovozidan tatliq uyqudan cho'chib uyg'ondim. O'rnimdan turib, yuz ko'zlarimni yuvib, o'rnimni yig'ib bo'lguncha atteganlik tamoqmi keldi. Yangi o'sgan ko'ktatlarning, lobo saylarning ortiq o'skini, taqlangan ko'k cho'plarni qaynoq suda bir qaynatib, saytang, ya'ni ko'ktat sho'rpisi bilan qo'noq unidan pishirilgan ho'rnon elib keldi. Ko'ktat sho'rpisini og'zimga olsam, ochiq qirtaqligidan ishkili bo'lmaydi. Qo'noq unidan pishirilgan ho'rnon bo'lsa, ichib, ko'kirib ketgan undan bo'lg'ashqa ochiq edi. Bir tishlabla ishtim bo'g'ildi. Yemay elib qo'yib etib, yo'q, bir amal qilib yeyish lozim. Og'rib ojizlab yurishimga zodi bo'lmaydi deb ishkapga qo'ygan oshlarni oldim. Maktabdagi chog'da Halima yakshanba kuni kirgizib bergan konfeydan birini oldim. Oz tishlab qo'noq nonga qo'shib yedim va ko'ktat sho'rpisi dori yeganda ko'zimni yumib ichib bo'ldim. Turmaning ichi xuddi qish kunidek sovuq, chopan kiyib o'ltirib to'nglab hech holim qolmadi. Uyni supurib bo'lib, o'rnimga berib o'ltirdim. Tamning asta chekilgan ovoz anglandi. Yana oqshomqidek bir hoza tam chekishdik. Ondan yon kamerga bir erkishning "Siz kim?" degan ovoz anglandi. Men bu savolga javob beraymi yo'q deb o'ylanib turib qolib, ondan javob berdim. U odam xuddi meni taniydigandek, "Siz Söyüngülmi?" deb hayronlikda so'radi. "Siz meni nereden bilsiz?" deb so'radim. "Saliq ablasının qizi Söyüngül bo'lsangiz, men sizni taniyman" dedi. "Ha, shundaq, men Saliq abisining qizi Söyüngül bo'laman" dedim. "Nima qilib bu yerga kelib qoldingiz?" "Meditsina institutidan tashkilot qurdi deb elib keldi" dedim va o'zidan "Siz kim bo'lsiz?" deb so'radim. U odam "Men Mavkanman" dedi. Men hayronlikda "Mavkan og'imisiz? Nima qilib kelib qoldingiz bu yerga?" deb so'radim. "Mening hech qanday jinoyatim yo'q. Sovetga bog'lab gumon qilib elib keldi" dedi. Mavkan og'a bizning boshlang'ich maktabimizga muallim edi. Keyin ma'rif nazoratida ishlaydigan uzun bo'yliq, gavdalik qozoq o'qituvchi, ko'na o'rimchilik odam edi. Men gazet o'qigan odamdek qo'limda tutib o'ltirib so'zlashdim. Mavkan og'a bu yerdagi odamlarni menga tanishtirib chiqdi. "Sizning yon tarafdagi qo'shni birinchi uy, uningda bir Uyg'ur, bir Xanzu bor. Ularga ishinib bo'lmaydi. Chunki bilmaymiz. Ehtiyot qiling. Siz 3-uyda, men 5-uyda, 7-uydagi G'ulja Shaugrajdallar uyushmasining kotibi Tosh Muhammad 9-uydagi odamni tanishtirgan edi, yodimda qolmabdi. 2-uyda Sovet ittifoqining G'uljadagi konsulxonasining tarjimoni Tatar qizi Sajida. 4-uydagi Shaugrajdallar uyushmasining raisi Sultan Qozoq. 6-uydagi Shaugrajdallar uyushmasining muavin raisi Zeynulla Qozoq. 8-uydagi 8 odam, ular har xil ish bilan kelgan deb tanishtirib chiqdi. Mahmud Sidiq 4-zalda turdi deb mening Tatar maktabda o'qigan vaqtimdagi maktab mudirimiz Mahmud Abizining ahvolini so'zlab berdi. Biz bir haza paranglashdik. Saqchi kelib men yotgan kamerning eshigini ochganda, men so'zimni gazetdagi raqamlarga ulab o'qib ketdim. Saqchi, "Nima qilyapsan? Kim bilan so'zlashyapsan?" deb vaqirgan edi, xotirjam turib. "Gazet o'qiyapman" dedim. "Ovozingni chiqarib o'qima" dedi. "Bo'ladi, shunday qilay. Ammo zerikib ichim pushib ketdi. Ovozliq o'qisam menga bir oz yaxshi sezildi" dedim. Saqchi menga "Sen bu yerga sanatoriyaga kelmading, bilamsan? Bu yer turma" deb vaqirib qo'yib ketdi. Ko'p o'tmasdan Mavkan og'a yana tamni urib, "Siz yotamsiz nima?" deb so'radi. "Yo'q, o'ltiribdiman" dedim. "O'ltirmang. Mengib mashq qilib turmasangiz og'rib qolsiz. Yana bir ish elib kelgan bütün tomoqlarni tamsiz yoki ochiq demasdan qoldirmay yeng. Bu yerda og'rib qolsangiz qiyin. Yeb tur, bek tur degandek bu turmushga moslashtirib o'zingizni tarbiyalab chiqishingiz kerak" dedi.
Tushlik tomoq keldi. Bir china qaynoq suv bilan 100 gram chiqmaydigan ho'da pishirilgan qo'noqning badi. U nonni og'zimga solsam, chashqan suydagi purab, sesiq ham ochiq yeyolmadim. Shuning bilan turmadan ketkicha tushlik tomoqni olmadim. Soat 2gacha bo'lgan orliqni uyning ichida mengib o'tkazdim. Tamni chekkan ovoz anglandi. Men berib tamni chekdim. Mevkin og'a, bugun turmada cho'ng so'roq bo'lyotdi. Anvar Jakulun keldi. Talada ishlayotganlarning hammasini chiqarmadi. Siz bilan kelgan 2 o'g'il o'quvchini so'roq elib chiqdi. Hozir qiz savoqtishingizni so'roq qilyotdi. Balki sizni ko'p kechikmay ilib kirishi mumkin. Faqat qo'rqmang. Hech qanday ishni bo'yningizga olmang. Agar iqror bo'lsangizlar, siz iqror qilgan material bo'lib, shuningga qarab hukm chiqardi. Yana tashkilotda u bor, bu bor deb tashkilotingizga birmu odamni bog'lab yurmang. Ular oldida popus qildi. Diktator qo'lni vaqiraydi. Balki qurolni tangishi mumkin. Faqat qo'rqmang, dedi. Men turib so'roqqa hozirlandim. Kiyimlarimni kiyib, chochlarimni tarab, uyning uyoq buyog'iga menib, ko'nglimda hozirlik qildim. Ustozimning so'zi menga ilhom va g'ayrat berdi. Turmaning eshigi daranglab ochilib, avtomat tutgan 2 turma soqchisi kirib, "Zo, mang" deb vaqirdi. Men taxtay supining ustidan tushib talaga chiqdim. Soqchilarning keynidan avtomatlarni tanglab mengishidan boshqa talada birma odam ko'rinmaydi. Tam tepasida o'ttiri darvozada yo'l chetida avtomat tutgan soqchilar dastab turadi. Darvoza tubidagi bir so'roqxonaning eshigi ochiq, 2 soqchi qurol tutib diqqatda turganini ko'rib, men udul shu uyga kirdim. Soqchilar meni eshik oldiga elib kelib, qo'yib qaytib ketdi. Eshikdan kirib butun uyga bir qarab chiqdim. O'ng qo'l tarafda bir yumshoq sofa o'rindiq. Uning yonida to'rda bir kishilik sofa. Uningda Anvar Jakulun liq kelib o'tiradi. U orqasiga yo'nib kirilgan holda 2 qo'lni o'rindiqning 2 beshiga qo'yib, putini olmab o'tiribdi. Anvar Jakulun bekmo semiz odam edi. Uning go'shlik yumaloq yuzida kichik ko'zi oran ko'rinib turadi. Sol qo'l tarafda bo'lsa, tamning deriza tuvidagi do'qmishda bir material shkaf. Uning yuqorisida bir ustal bo'lib, uningda Ali Yusuf qalam tutib, daftarlarni ichib kotiblik qilib o'tiradi. Uning udulda Abliz Niyaz degan so'roqchi o'tiradi. Eshikning sol qo'l tarafidagi yog'ochning ko'tigini qo'yib qo'ygan ekan, odatda hech kim uni o'rindiq deb o'ylamaydi. U jinoyatchilarning o'rindiqqa o'xshaydi deb men berib shuni o'ltirdim. Ular men o'ltirg'icha mening har bir ishimga kuzat qilib, diqqat qilib qarshib turadi. Men o'ltirgandan keyin Anvar Jakulun so'roqni boshladi. "Eting kim?" "Söyüngül." "Millating nima?" "Tatar." "Qayerliksan?" "Urumchilik." "Ota-onang bormi?" "Etikim." "Bor, dadamning eti Salih, familiyam Valiyev." "Tuqqanlaring bormi?" "Zaki Valiyev sening kiming?" "Tuqqanlarim bor. Zaki Valiyev dadamning akasi bo'ladi." "U nerede ishlaydi?" "Shangyitingda, ya'ni soda nazarida ishlaydi" dedim. "Sen o'zing bu yerga nima deb kelib qolding?" Bilmayman. Anvar Jakulunning ko'zi chakchib, yuzi purishib, og'zini ochiq bilan deb yumib qo'ydi. "Bilmamsan? Biz seni beguna elib kelib qo'yibdik-da. Undaq bo'lsa, biz sana xato ishlabdik. Bo'ladi. Biz xato qilgan bo'layli. Undaq bo'lsa, reaksiyon tashkilotini nima uchun qurdinglar? Nima ishlar ishladinglar? Tashkilotinglarda kimlar bor?" Bu ishlarning hammasi mustaqillik orzusi bilan qilingan ish. Mustaqillik da'vosi har bir odamning burchi ham orzusi. Dunyodagi butun mustaqillik uchun qilingan har qanday harakatlarni Lenin, Stalin va Mavjushi qo'llab-quvvatlagan. Bizning mustaqillik orzuyimiz bizning jinoyatimiz bo'lamdi, dedim. "Nimalarni so'zlayapsan? Nadagi mustaqillikni so'rab o'tirsan? Xinjiang Jungoning ayrilmas bir qismi. Sizlar milliy ittifoqlikqa bo'lgunchilik qilg'uchi, aksar inqilobchi, yerlik millatchi unsursizlar. Davatgan so'zingni qara, bu qayer? Sen o'zing nada o'tirsan bilamsan? Bu turma. Sen qarshilik qilib bizni yengman deb o'ylamsan? Sen mening
Yo'ldoshlarimmi menga o'xshash bir narsaga qoyil bo'lmay qarshilik ko'rsatyotidi deb o'ylayaptamsan? Ularning hammasi o'z jinoyatiga iqror bo'lib, partiyadan kechirim so'rab, kamchilik siyosatida umid kutib o'ltiribdi. Endi sen bo'lsang o'z jinoyatingni to'nimay, yana qarshilik ko'rsatyapsan. Sen o'limga yuz tutib ketib borgan xalq dushmanisan, deb vaqirab ochiq g'azab bilan so'zlab ketdi. Kimning xalq dushmani ekanligini kelajak belgilaydi dedim. Anvar Jakulin ochiq kulgidan birini kulib etib, "Qara buni nima degan botirsan bo'ladi. O'z yo'lingni o'zing tanlaysan. Biz seni o'quvchi, bilmay ishladi, tarbiya berayli deb o'ylagan edik. Yaxshi" debla ablasiga qarab, "Apchiq buni" deb vaqirdi. Og'zidan so'z chiqishi bilan o'rnimdan dast turib taloq chiqdim. O'zim yotgan kamerning ishiga kelganda avtomat tutgan saqchi eshikni yechib, meni kirgizgandan keyin eshikni taqab qo'ydi. Shuning bilan yana zerikishlik turmush boshlandi. Turmada Qurbon hayit. 63-yili 4-may. Bugun Qurbon hayit. Attiganlik suv ilib kelgan chilaklarning jaranglagan ovozidan uyg'ondim. Ko'zimni ochsam, yana turma, yana shu ko'ngilsiz turmush. O'rnimdan turibla odatdagi turmush tartiblarini o'g'irlab bo'lgandan keyin yuz yug'li suv keldi. 4-5 kun ichida tamoq to'shig'uvchilar bilan tanishib qoldim. Ularning barligi mahbuslar ekan. Suv berib etib, "Bugun sizlarning Qurbon hayit bayraminglar. Men seni Qurbon bayrami bilan tabriklayman. Hayitning turmada o'tadigan bo'ldi. Yana bir yaxshi xabar, bugun polo yeysizlar" dedi. Men rahmat aytdim. 100 yil bo'lgandan keyin ustozim tam orqali Qurbon hayit bayramini tabrikladi. Yo'ldoshlarimning barligi sana salom dedi. Bayramingni tabrikladi dedi. Men rahmat aytib, ularning barligining hayit bayramini tabriklaydiganligimni aytib, yetkazib qo'yishni topshirdim. Biz Mahmud Sidiqqa salom yo'lladik. Sizdan salom dedik deb anglatdi. Men asta-asta bu turmushga o'rganib qoldim. Ertagan turib tamoqcha o'zimning ushshaq ishlarim bilan shug'ullanaman. Tamoqdan keyin eshikdan to'rgacha 7 qadam, u tomdan bu tomgacha 7 qadam bo'lgan bu kichik kamerning ichida to'xtamasdan 2 soat mangman. O'z ko'nglimda meditsina institutidan shimoliy darvozaga Beyming qadar mangdim deb 3000 qadam mangman. Tushdan keyin Beymingdan Yanxongacha G'alabiyat yo'l 3000 qadam mangman. Bu jarayonda shu yo'llardagi do'konlar, yo'llar, daraxtlar, binolar va odamlarni ko'z oldimga keltirib mang'anlikdan vaqtning o'tganligini bilinmaydi. Shuning bilan o'zim herib berib o'ltirman. Uninggacha attigalik hojat vaqti bo'ladi. 10-12 oraliqdagi 2 soat so'roq vaqti, bu vaqtda quloq tikib qaysi zal, qaysi ishga ochildi, shuningga diqqat qilatdim. Ve ishga berib, heliqi kichik yingli ko'zidagi to'shikdan talada o'tgan kechganlarga qarayman yoki o'ltirib kundalik xotira va do'stlarga xat yozaman va keynidan yirtib tashlayman. Shu ovorchilik bilan tush vaqti bo'ladi. Tamoqdan keyin yetib oram elishga tirishatdim. Lekin uyqu kelish u yoqda tursin, xuddi o'lgan odamlarni yerlib bo'lib ketgandan keyin o'lik uchun shundoq ko'ngilsiz bo'lar deb o'ylayman. Qarangu kamer bana görgü o'xshash ko'rinib, kunduz yotolmaydim. Bugun Qurbon hayit bo'lganlikdan radio shundoq chiroyli, shundoq mo'nliq milliy naqshlarni berdi. Bu naqshlar butun ho'yla va turmaga jaranglab anglab turadi. Nemishqidir ko'nglim bek eski bo'ldi. Ko'z oldimga burungi o'tgan Qurbon hayitlari kelishga boshladi. Her bir hayitda biz cheksiz xushallik ichida do'stlar bilan vaqtni yetkazolmay o'ynaydik va hayitlashatdik. Balliq vaqtlarimizda hayit kelsa bir kecha uxlamasdan soatga qarab tongni otqizolmay ovora bo'lardik. Hayit kuni kiydigan kiyimlarimni karvatning beshiga ilib qo'yib, birdan tutib ko'ratdim. Oyoq kiyimlarim parqirab tursimi, ko'ynak etaklarim bilan sürtib qo'yar yer topolmaydim. Tang qarong'usida turib elib, hayit uchun hozirlik qilib herib ketgan ota-onamni uxlatmasdan
Uyg'otib, heyit keldi deb xo'shallikdan sakrab yugurib, ichi-ichimizga patmay ketatdiq. Dadam heyit namazıga manganda ko'chaga chiqib masjidga qarab mangan kishilarning turkum-turkum bo'lib, har 10 qadamda bir to'xtab, takbir aytganini anglashni yaxshi ko'ratdim. Odamlarning bir uchi masjid, bir uchi sandung buyda 10-20 odam bir guruh bo'lib, takbir aytganda butun ko'chalar dur qilib shundoq mungluq, shundoq chiroyli to'lqinlanib aytilgan takbir ovozi kishining ko'ngliga iymon, ruhiga quvvat beradi. Takbirni anglab o'tirib, musulmon bo'lganligimizdan mag'rurlanib, xo'shal bo'latdim. Kishilar heyit namozidan chiqqandan keyin hech tarafga burilmasdan qabristonga berib, o'lganlarga Qur'on o'qib qaytatdi. 3 kun kishilar boy kambag'al, to'nimagan demasdan hamma odamning uyiga birdek kirib, heyitni tabriklashib, qurbonlik go'shidan eg'iz tegib chiqatdi. Bu heyitda qurbonlik so'yib bayram qilish İbrahim peygamberning davridan tortib qolgan. Qurbonlik so'ydigan odamlar qurbonlikning go'shini qo'lida meli yo'q yo'qsullarga, qeri, og'riq odamlarga tarqitib xalq bilan tang yeydi. Har bir odam qurbonlikdan eg'iz tegish bayramining odati edi. Kishilar heyit namozidan qaytgandan keyin hammamiz ota-onamizning urug' tuqqan qo'lim qo'shna va hamma odamning heyitini tabriklab chiqatdik. Çoğunlar ballarga heyitlik beradi. Ballar uchun heyitlik qilish hammadan ko'ngilli ish edi. Hammasi ko'z oldimdan kino lensidek tizilib o'tdi. Mana bugun men heyitni turmada o'tkazyapman. Uydagilar bu heyitni qanday ko'ngilsiz o'tkazayotgandi deb o'yladim va o'zimga turma bizni qo'rqitib bosh egdirolmaydi. Biz buyuk g'oyamiz bilan har vaqt ustun yashaymiz. Bizning har joyda do'stlarimiz bor. Biz turmadimi yolg'iz emas. Әтеген yo'ldoshlar heyit tabriklashgan edi. Biz do'stlarimiz bilan mag'rurlanib, turmadimi xo'shal yashashimiz kerak deb o'ylab, ko'nglimni ko'tardim. 63-yili 9-may. Mana bugun 10 kun bo'pti. 30-cheslatdagi so'roqdan keyin so'roq bo'lmadi. Tala yuzini ko'rmadim. O'zim yolg'iz turyapman. Men tam ishkapning ishikiga soat shakli sizib ichiga hafta, uning sirtiga chesla, uning sirtiga oyni yezib qog'ozdan istiralga yasab qo'ydim. Har kuni atgan o'rnimdan turibla cheslarni yo'tkizsammi, oran 9-may bo'pti. Men uchun qancha oylar o'tganda tuyuladi. Ammo kalendarga qarsam, oran 10 kun bo'pti. Hech qancha vaqt emas. Maktabda vaqtimizda bilinmasdan oylar o'tadi. Bu yerda bo'lsa 1 soat oylar hisobida o'tadim. Kuniga necha martaba chesla hisoblab, qancha uzun bo'lgandi deb ko'rman. Lekin keyingi kunlarda bu yerga asta ko'nishga boshladim. Kundalik vaqtimni ushaq-tushak ishlarga band qilishga urinaman. O'rin ko'rpalarning ustiga chiqib, deraza orqali taladagi ishlayotganlarni ko'radigan bo'ldim. Ularmı meni ko'rgandan keyin ishorat bilan salomlashadi va o'zaro paranglashgandek bo'lib, menga xabar yetkazadi. Taladagi mahbuslar turmining oldiga qandoqdir bir bino selib, shuning bilan mashg'ul edi. Yana ustozim bilan tam orqali soqchilarning boshqa zalga ketganligini paylab turib, so'zlashib olamiz. Atiganligi oftobdan uyga inchki so'zlib tushgan nurga yuzimni qo'llarimni tutib bir oz o'ltiraman. Umi 5 minutdan keyin yo'qab ketadi. Ba'zida qiziq kino, teatr, hikoyalarni eslab xuddi ko'rgandek bo'lib o'ltiradim va to'xtamay naqsh aytadim. Uyning ichida to'xtamay mang'atdim. Soqchilar naqsh aytma deb to'lib vaqirib yurib amalsiz qoladi. Men yolg'izlikdan zerikib, tamom bir chiroyli qizning rasmini chizib qo'ydim. Bu men uchun xeyli farq bo'ldi. Zerikib tamga qarsam, u menga qarab kulib turadi. Keyin bara-bara bu rasm xuddi mening yonimda hamrahdek tuyulib, u ko'nglimda yaqin do'stlarimdek bo'lib, ko'zimga issiq ko'rinadi. Men uningga zerikkanlarimni, o'ylarimni so'zlaydim. Lekin bir necha kundan keyin men hojatxonaga ketganda, ular kirib rasmni surtib, o'chirib yetibdi. Men qaytib kirganda tamga rasm sizma deb qo'yib chiqib ketdi. Soat 2 bo'lganda eshikni
aychib, meni so'roq elib mangdi. So'roqxonada Ali Yusuf bilan Oblis Niyoz bor ekan. Ular meni ochiq bilan kutib oldi. Men kirib o'tirgandan keyin so'roq boshlandi. Ali Yusuf: "Masalaningizni o'ylandingizmi?" dedi. "Qanday masalani o'ylaman?" dedim. "O'zingizning masalasi-chu, yana qanday masala deb o'ltirsiz-ku" deb ochiqlandi. Oblis Niyoz ochiq bilan shundoq surli qiyofatda: "Siz Anvar Jakulinni tanimsiz?" deb so'radi. "Ha, taniyman." "Siz Anvar Jakulinni ko'rib boqqanmi?" "Ko'rgan" dedim. "Qayerda ko'rgansiz?" "Maktabda ko'p ko'ratdik." "Maktabga nima qilg'ili kelgan ko'rgan?" Anvar Jakulin og'rib doktorxonada yotdi va maktabning uyushtirgan tansi kechalariga ayol bilan keladi. Yana maktabga kelib 3-4 marta doklad qildi. Shu vaqtlarni ko'rgan dedim. 30-aprelda sizni so'roq qilgan kim? Anvar Jakulin dedim. Undaq bo'lsa, siz nima uchun uningga undaq qattiq muomala qildingiz? Siz ekansiz. Har men degan cho'nglarmi so'zlash bu yoqda tursin, qapoq ko'tarib qaray olmaydigan yuqori darajali cho'ng odam u. U hamma odamga kelib so'roq qilavermaydi. U odam yiliga bir kas keladi. Bo'lmasa, u bu yerga kelib yuradigan kichik odam emas. Sizlarni o'quvchi, yosh bolalar tarbiya berib qo'yay deb kelgan edi. Lekin siz buni bilmay, nima uchun bunchalik qattiq muomalada bo'ldingiz? Bunda qilishdagi maqsadingiz nima? Sizning bunda qattiq turib qarshilik ko'rsatishdagi sizning yo'llanadigan orqa terak kuchingiz bormi? Deb ustallarni mushlab vaqirab ketdi. Bilamsiz, sizni siz deganning qadrini biling. O'quvchi deb ko'p kamchilik qilayotganini biling. Deb birsi to'xtasa, birsi so'zlab, birda vaqirab ochig'ini, birda tarbiya berib so'zlab ketdi. Ular so'roqni davomlashtirib, "Sizlarning boshliqinglar kim?" "Bizning boshliqimiz yo'q" dedim. "Sizlarning yo'l boshlamchi, orqa teraklaringlar bo'lgan boshliqlaringlar kim?" deyman. "Ular qayerda?" "Bizda undaq boshliq yo'q" dedim. "Rostingizni ayting. Yo'ldoshlaringiz pash qilib bo'ldi. Siz yo'shirib qololmaysiz" dedi. "Rost shu, boshliqimiz yo'q. Yo'ldoshlar pash qilgan bo'lsa, men bilmayman. Ularning boshlig'i boshqa bo'lsa kerak." "Siz kimni ahmoq qilasiz? Ularning boshlig'i boshqa. Sizning boshlig'ingiz boshqami? Bir-biriga shundoq yaqin do'stlar sizdek jonko'yar odamidan sir yo'shirib qilishi mumkinmi? Siz bilmaydigan nima narsa bor? Siz to'la bizni ahmoq qilmay javob bering" deb Oblis Niyozi vaqirdi. Ular mendan jamiyatda boshqa tashkilot va yuqori o'rindagi odamlar bilan aloqasi bor deb shuni pash qilishni kutatdi. Men rost shu, undaq ish yo'q, boshliqimizmi yo'q deb javob berdim. "Siz bilmayman deb qutulib ketolmaysiz" deb vaqirab birini qo'ydi. Mayli qutulib ketay, mayli qutulib ketmay, borni bor, yo'qni yo'q deyish kerak. Sizlarni qanday qilishinglarning qat'iy nazar men bilmayman dedim. Ular mendan hech narsa chiqara olmagandan keyin buni siz yaxshilab o'ylashib, yuvoshlik bilan partiyaning kengchilik siyosatiga erishish uchun to'liq o'yinib, yezib topshiring dedi. Men yozsam, yozmasam shu bir so'z. Bu yo'q narsa yo'q, yo'qni bor deb to'qib chiqolmayman. Yozaman deb va'damni berolmayman. Bilgan kishilar o'zlari pash qilsin deb keskin javob berdim. Ular temini o'zgartib, "Sizlarning Ziyo Samidaga yozgan xatinglarning mazmuni nima?" deb so'radi. Tashkilot pash bo'lganda biz Ziyo Samidaga yozgan xatni hargiz aytmaslik kerak. Bu narsani og'zimizdan chiqarmaymiz deb aytgan edik. Bu narsanimi debdi. Kim aytdikin? Buningga hargiz iqror bo'lmaslik kerak deb o'yladim. Hamda bundaq narsa bo'lgan emas dedim. Siz o'zingiz qanday qiz? Sizlar xat yezib avatib turib, amdiki kunda undaq narsa bo'lgan emas deb kimni ahmoq qilmoqchi? Men sizga dey, siz bu johilligingiz bilan hech narsani hal qila olmaysiz. Amdi sizga yumshoq muomala qilg'ili bo'lmaydigan bo'lib qoldi, dedi. Nima desanglar danglar, mening bu ishdan xabarim yo'q, dedim. Sizning xabaringiz bo'lmasa, men sizga deb beray. Siz qancha yo'shirsingizmi, yo'ldoshlaringiz deb berdi. Siz ularni yo'shirib qoladi deb o'ylamsiz? Siz programmalarni ko'ydirgan bo'lsangiz, Ahmad To'xtay yana yezib chiqdi. Siz johillik qilib
bizni yengolmaysiz. Men deb beray anglang. Sizlar atanglar Ziya Samidega bizga qoral yaroq yordam qilinglar va bizlarga yordamda bo'linglar deb yozgan shundaqmi? Tang bundaq narsa mening yodimda yo'q deb xotirjam javob berdim. Ha, yodimda yo'q. Yodingizda bo'lmasa, mana anglang. Qoral berib qolsa, qandaq elib chiqmoqchi bo'lgan edingiz? Bundaq narsani men anglab baxmagan. Anglab baxmagan Ablas Niyozning ochiqidan qapig'i turilib, rangi sovuqlashib ketdi. Bu xatni yozgan 3 odamning birisi siz, Ahmad To'xti, Malika uchunlar yezib chiqqan emasmi? Qandaqlarcha siz anglab baxmagan bo'lasiz? Siz zodi kelajagingizni o'ylamsiz yo'q. Biz sizga mushunchalik deymiz. Dardni o'zingiz tortisiz. Biz tortishib berolmaymiz. Biz faqat sizning kengchilik bilan chorik ko'rilishingizni o'ylaymiz. Agar siz orqaga tortib johillik qilaversangiz, o'zingiz biling. Biz dedik, dardni o'zingiz tortisiz. Biz sizga yordamlasholmaymiz, billa tortishmaymiz. Siz qiz bola, istiqbolingizni o'ylang. Sizlar erlarga o'xshamaysizlar. Biz buni ko'zda tutyapmiz. Yordam qo'limizni uzatyapmiz. Siz buni biling. Siz kelajak haqida o'yinib ko'rdingizmi? Siz istiqbolingizga ko'yinmayapsiz. Har narsani o'ngay chog'layapsiz. Siz demisingizmi? Boshqalar hammani pash qilib chiqdi. Biz hammani bilamiz. Biz faqat sizga kengchilikka erishish uchun bir yo'l bo'lsin deb sizni so'rab o'ltiryapmiz. Sizning qizil guldek yoshlik hayotingizga ichinganlikdan sizga yordam qilsak deb o'ltiribdik, deb ichingandak bo'lib so'zladi. Bo'ladi. Bunimi biz sizga deb beraylik. Sizlar yig'inda agar Ziya Samidi sizlar yozgan xatni topshirib elib, sizlarning fikringizlarga qo'shilsa, u chaqda Ahmad To'xti chegaradan o'tib, qoral yaroqlarni elib kelish haqida maslahatlashib, elib kelish yo'lini tepib kelmoqchi bo'lgan. Ahmad To'xti 50-51-yillari Sovetga bir qitim qochib berib kelgan. Shundaqmi? Ahmad To'xti men o'tish yo'llarini bilaman, 1-2 kunda berib qaytalayman degan shundaq emasmi? Yodingizga tushdimi? Men ichimda buning hammani kim bunchalik baş qilgandi deb ko'z oldimdan hammani o'tkazdim. Qandaq yodingizga keldimi? Faktlar oldida qoyil bo'lmay chorangiz yo'q. Men yana bir xil qiyofatda, yo'q, faqat undaq narsa yodimda yo'q. Balki bu muzokarada men bo'lmasam kerak dedim. Voy, nima deysiz? Siz qatnashmagan biror yig'in bo'lganmi? Biror ish ko'rilganmi? Faqat yodimda yo'q dedim. Men bu haqda aytmasqa va'da berganman, ham hargiz aytamayman deb o'yladim. Siz endi javobgarlikdan qochib qutulmoqchi bo'lyapsiz. Sizning miyangiz ishlamaydi emas, hammadan ortiq ishlaydi. Sizning asli qoldirishingizmi yaxshi? Biz buni sinab ko'rdik. Balki siz o'z maydoningizda o'lgichi qaytmas ideyada turganlikdan boshqa gap yo'q. Siz endi qanday qilasiz? Sizga to'g'ri gap qilib herib qoldik. Siz zodi masalaningizni topshiramsiz yoki johillik bilan beshimga nima kelsa ko'raman deb atamsiz deb ikkisi ikki tarafdan vaqirab jo'zlarni urib diktator haqida tahdid silib xeyli uzun so'zlagandan keyin men ularga zodi sizlar bizdan nima kutsizlar? Bizning faqat mustaqillik orzusidan boshqa hech qanday jinoyatimiz va gunohimiz yo'q. Bu bir o'quvchilarning mustaqillik istigidan bo'lgan kichik ish uchun nimanchi qilib prinsipga ko'tarib ketdinglar. Bu bir hayron qolarlik ish emas-ku dedim. Ular bir-birsiga qarab qo'yib, Ali Yusuf, siz tehi ishlagan jinoyatingizni bir kichik ish deb o'ldiramsiz. Sizlarning mushu tashkilot ishinglar tufaylidan hozir butun shaharda o'g'inish boshlanib, hamma o'rinlarda ishga jihatda hozirgacha tekshirish elib berilyapti. Siz tehi xiyolingizga kelmay bir kichik ish, bir orzu deb o'ltirsiz. O'zingizning qanchalik jinoyat qilganligingizni tushunmay o'ltiribsiz-da, deb yana bir soat diktatura va vaqirashlar bilan masalangizni yaxshilab o'yinni pash qiling deb qaytardi. Yotoqqa kirgandan keyin ustozim tam orqali ahvol so'rab, zodi iqror bo'lmasangiz sizni hech nima qila olmaydi, qo'rqmang deb meni rihbatlantirdi.